Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana bugun 2025-yil 12-yanvar kuni haftaning yakshanba kunidagi chiqayotgan ishlarimizda Farg'ona viloyati Marg'ilon shaharchasi Qo'shtepamida aka? Qo'shtepa mahallasiga olib kelganmiz. Ko'pchilik shu g'ishtni yaqindan ko'rsating deganlarga mana xudo xolasa yaqindagi holatlari. Bu yerga 5-mashinamizni olib keldik. Mana ko'rib turganlaringdek 50 mingta. Bu 5-mashinamiz. G'izzotimizning manzillari Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Navbahor qishlog'ida. Ranglari ko'rib turganlaringdek atlasnoy holatda. G'ishtlarimizni sanoatga keyin bo'linib ketmasligiga garantiya beriladi. Sho'ri 5-10% bo'lishi mumkin. Zavodimizda o'zida 750 so'mdan vodiy bo'ylab kelishilgan narxlarda, uzoq yaqinligiga qarab narxlari qo'shilaveradi. Hozir to'kilish jarayonlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Mana ko'rib o'tganlaringdek to'kib oldik ishlarimizni. Kimga shunday ishlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Vodiy bo'ylab kelishilgan narxlarda yetkazib beramiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.